Assalomu alaykum Gosbuz obunachilari. Mana bugun sizlar bilan Atom pressimizni yaqindan obzor qilib beramiz. Ushbu pressimiz S120S modeli. Ushbu Atom pressimiz mana yon tomonida elektr qismi joylashgan. Bu birinchisi o'chirib yoqish tugmasi, o'rtada mana xavfsizlik bo'yicha o'chirish yoqish счетчиgi bor. Pastda elektr chast. Orqa tomonida mana yog' quyish joyi bor. Bu yerda yog' quyiladi. Pressimiz umumiy 630 kilo. Mana ish stoli 90 ga 43. Albatta pressimiz doimgidek o'sha o'zini komplektida maxsus o'sha toshlari bilan birga beriladi. Udarnigi alyumin bilan qoplangan. Alyumin bilan qoplangani bu juda ham katta yutuq, sababi bosganda rezakni o'tkirsizlantirib qo'ymaydi. Keyin mana ushbu pressimiz balandligi 9 cm gacha ko'tariladi. 9 cm ga mana 3 ta knopkaga keladigan bo'lsa, birinchi knopkamiz bu kichkina rezaklar uchun, kichkina hajmdagi rezaklar uchun. Ikkinchidagi bu o'rtacha rezak, o'shanga mos bosim beradi. 3 katta rezaklar uchun maxsus knopka. Bu knopkalarda o'ziga yarasha funksiyasi bor. O'shuning uchun 1-2-3 qilingan, ya'ni rezaklar katta kichikligiga qarab, o'shanga qarab bosiladi. Bu yerda mana tensiometrlari bor. Aynan bu birinchi tensiometr aynan kichkina rezaklarda bosimini kuchaytirish uchun, ya'ni baland past qilinadi. O'sha kesadigan narsasiga qarab bemalol ko'tarilaveradi. Bemalol xohlagan detalni kesib foydalansa bo'ladi. Bu katta tensiometri katta qoliplar uchun, katta rezaklar uchun uni bosimini o'sha ko'tarib pasaytirish funksiyasi. Yon tomonida mana tepaga pastga chiqarish, burab chiqariladi. Bu yerda o'zini maxsus keyin ключlari bor. Mana bemalol boshqa